Biz siz bilan pulni qanaqa qilib investitsiya qilish va uni qanaqa qilib ko'paytirish haqida o'ylayotgan bir paytda dunyoning eng yirik davlatida g'alati hodisa sodir bo'ldi. Bu davlat iqtisodiy jihatdan kuchli, texnologik rivojlangan va dunyoning eng yetakchisi hisoblanadi. Lekin bu davlatning fuqarolari pul sarflashdan vahimaga tushgan. Bu Xitoy. Bu videoda xitoyliklar nimaga pullarini 40-50% tejashlarini va bu butun dunyoga qanaqa ta'sir o'tkazishini bilib olasiz. Va bu voqeani O'zbekiston iqtisodiyotiga va undan tashqari bizani shaxsiy pullarimizga qanaqa ta'siri borligini videoning oxirida aytaman. Shuning uchun qulayroq joylashib oling va biz boshladik. Assalomu alaykum, men Isroil Samatov, 7 yillik tajribaga ega investorman va shu paytgacha 500 ga yaqin shogirdlarimni investorlik darajasiga olib chiqqanman. Xitoydagi o'rtacha oila daromadini 40-50% ni jamg'aradi va bu butun dunyo rekordi hisoblanadi. Masalan, AQShda oilalar pullarini 7-8% ni jamg'aradi. Yevropada bu ko'rsatkich 12-15% hisoblanadi. O'zbekistonda ahvolimiz achinarli. Statistikaga qaraydigan bo'lsak, aholimizning 40% umuman pullarini jamg'arishmaydi. Jamg'aradiganlar esa umumiy daromadidan atiga 7-4% ni yig'ishadi. Xitoyliklar esa hamma narsani tejashadi. Mantiqiy savol: nimaga? Bunga 3 ta sabab bor: tarixiy, demografik va iqtisodiy. Bularni ketma-ketlikda hozir ko'rib chiqamiz. Birinchi sabab tarix. Oxirgi 350 yil ichida Xitoy 10 ta yirik ocharchilikni boshidan kechirgan. Ulardan bittasi 1959-yilda bo'lgan va bu 30 million odam o'lishiga sabab bo'lgan. Siz buni tushunishingiz uchun bu ko'rsatkich butun Avstraliya aholisidan ham ko'p hisoblanadi. Eng qizig'i, bu ocharchilik qanaqadir tabiiy ofatdan bo'lmagan. Bu hukumatning boshqaruvidagi xatosi tufayli bo'lgan. Xitoy aholisi buni butun umrga eslab qolishgan. Oranglarda kimnidir urushda qatnashgan bobosi bo'lsa, tabiiy bu gapni eshitgan bo'lsanglar kerak. Isrof qilma. Chunki ular urushda qatnashgandan keyin ularda travma hosil bo'lgan. Xuddi shunaqa Xitoyda ham bunaqa travma avloddan avlodga o'tib keladi. Natijada xitoyliklarda tejash bu tanlov emas. Bularda instinktga aylanib bo'lgan. Ikkinchi sabab demografiya. 2015-yilgacha Xitoyda bir oilaga bir bola siyosati amal qilgan. Ya'ni bitta oilada bir farzanddan ko'proq bola ko'rish mumkin emasdi. Bu qaror davlatning iqtisodiyotiga katta bosim qo'ydi. Juda ham ko'p yolg'iz farzandlar avlodi paydo bo'ldi. Va endi bitta voyaga yetgan insonning bo'yniga 6 ta insonning mas'uliyati tushib qoldi. Ota-onasi va 2 tadan bobo buvisi. Agar ulardan bittasi kasal bo'lib qolsa-chi, nima bo'ladi? Xitoyda kasalxonada yotish kamida $1200 ga tushadi. Lekin o'rtacha yillik maoshi $7000. Bu yillik daromadni deyarli 5 dan 1 qismi degani. Sizni bo'yningizda esa 6 ta qari inson bor. Qanaqa bosim bo'layotganini his qilasizmi? Shuning uchun ularga har bir yuan juda ham muhim. To'g'ri, davlat tarafdan ijtimoiy himoya bor, lekin u juda ham cheklangan va yashash joyiga bog'liq. Shaharlarda minimal sug'urtalar va pensiyalar bor, lekin u xarajatlarning bir qismini qoplaydi xolos. Qishloqlarda esa hatto bu ham yo'q. Oxir-oqibat ota-onani davlat emas, farzand boqadi. Uchinchi sabab iqtisodiyot. Xitoy iqtisodiyoti dunyoda 2-o'rinda turadi. Lekin davlat ichidagi iste'mol yalpi ichki mahsulotning atiga 38% ni tashkil qiladi. Ya'ni Xitoyda ishlab chiqarilayotgan barcha mahsulotlarni atiga 38% ni o'zlari xitoyliklar iste'mol qilishyapti. AQShda esa bu ko'rsatkich 70% ga teng. Katta farqni ko'ryapsizmi? Demak, xitoyliklar ishlab chiqaradi, lekin o'zlari sotib olishmaydi. Ular pulni tejashadi. Chunki oxir-oqibat hukumat ularga yordam bermasligidan qo'rqishadi. Natijada iqtisodiyot yetarli darajada ichki talabga ega bo'lmaydi. Lekin bu holatda ham hukumat iqtisodiyotda yillik o'sish darajasini baribir belgilab beradi. Masalan, hozirgi paytda 5% o'sish rejasi qo'yilgan. Hududiy rahbarlarga natija bo'lishi shart deb buyruq tushadi. Lekin boya aytib o'tganimizdek, odamlar pullarini sarflashmayotgan bo'lsa, bunaqa holatda iqtisodiyot o'sishi qanaqa bo'ladi? To'g'ri, qurilish orqali. Qurilayotgan zavodlar, korxonalar va undan tashqari turar joy binolari hammasi o'sish sifatida
qayd etiladi. Shuning uchun Xitoy 25 yil davomida hamma narsani qurdi. Uylar, yo'llar, ko'priklar, temir yo'llar va ofis markazlari. Xitoyliklar AQShdan ham ko'proq uy-joy qurishdi. Lekin muammo odamlar bu joyda yashamaydi. Chunki 90% dan ortiq insonda o'zlarini uyi bor. Eng qizig'i bu shaharlarning bo'm-bo'shligidan bu shaharni arvohlar deb aytishadi. Ular odamlar uchun emas, shunchaki hisobot uchun qurilgan. Lekin bu abadiy davom eta olmaydi. Hozir o'zini natijasini ko'rsatyapti. Yer qolmadi, talab yo'q. Qurilish gigantlari bankrot bo'lishni boshlashdi. 2024-yilda Xitoyning eng yirik qurilish kompaniyasi China Evergrande bankrot bo'ldi. Uni orqasidan yana o'nlab kompaniyalar bankrot bo'lishdi. Sunak, China Ocean Wide, Kayse, Country Garden. Shundan so'ng ular hech qisi yo'q, eksport qilamiz deb o'ylashdi. Lekin dunyo endi Xitoyga bog'liq bo'lishni xohlamayapti. AQSh, Germaniya, Hindiston ishlab chiqarishni uyiga qaytaryapti. Trampni qo'ygan bojlari menimcha esingizda bo'lsa kerak. Bu ham to'xtamasdan davom etyapti. Fond bozorichi AQSh fuqarosi oyiga o'rtacha $500 investitsiya qiladi va $500 puli unga pul keltira boshlaydi. Ya'ni daromad qiladi. Daromad qilgandan keyin AQSh fuqarosi tabiiyki pul sarflashni boshlaydi. Pul sarflangandan keyin iqtisodiyotga juda ham katta ta'sir o'tkazadi. Fond bozori o'zi nima deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Sizga hozir oddiy qilib tushuntiraman. Fond bozori bu kompaniyalar bilan investorlarni uchrashtirib qo'yadigan joy. Amerika fuqarolari ham o'zlarini jamg'armalarini, ya'ni yig'ib qo'ygan pullarini kompaniyalarga investitsiya qilishadi. Kompaniyaga investitsiya qilish orqali, misol uchun $500 puli bo'ladimi, $100 puli bo'ladimi, investitsiya qilish orqali shu kompaniyaga ulushdor bo'lishadi. Agar kompaniya rivojlanadigan bo'lsa, ularni ham investitsiya qilgan pullari o'sib boradi. Agar siz ham Tesla, Nvidia va Apple kabi yirik kompaniyalarning ulushdori bo'lib, investorga aylanishni xohlasangiz, men sizga o'zimni shogirdlik dasturimni taklif qilaman. Bu dasturimda sizga xudo xolasa pul bilan bo'lgan muammoingizga yechim beriladi. Dasturim haqida batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, pastdagi link orqali ro'yxatdan o'ting, menejerlarimiz sizga aloqaga chiqishadi. Mavzuyimizga qaytamiz. Xitoyda esa fond bozori 10 yil davomida umuman o'smagan. Katta kompaniyalar davlatga tegishli. Oddiy odam davlat iqtisodiy o'sishidan foyda ola olmaydi. Pullar ishlamaydi, yostiq tagida yotadi. Endi xulosaga o'tamiz. Xitoyda tarixiy travmalar, demografik bosim, qimmat tibbiyot, zaif ijtimoiy himoya va investitsiya imkoniyati yo'qligi insonlarni pul sarflamasdan tejashga olib kelyapti. Lekin tejash iqtisodiy o'sishni to'xtatadi. Bu esa allaqachon dunyoga ta'sir qilyapti. Masalan, Xitoy ishlab chiqarishni kamaytiryapti. Natijada xomashyoga talab ham kamayib ketyapti. 2025-yilda birinchi 10 oyligida O'zbekistondan Xitoyga eksport 9% ga kamaydi. Ya'ni bundan xulosa qilishimiz mumkinki, Xitoyda iste'mol sezilarli darajada kamayyapti. Xitoy tovarlari qimmatlashyapti yoki sifatini pasaytiryapti. Bu narsa O'zbekistonda inflyatsiyani oshishiga sabablardan biri bo'lyapti. Dunyodagi global kompaniyalar Xitoyga 1,5 milliard aholisi bor deb bor tovarlari sotilib ketishidan umid qilishgan. Lekin xitoyliklar shunaqa tejamkorligini bilishmagan edi. Hech qaysi kompaniya 1,5 milliard tejamkor mijozni xohlamaydi. Dunyoni Xitoy iqtisodiyotiga borgan sari ishonchi yo'qolib boryapti. Xulosa qilib aytsak bo'ladi, iste'mol bo'lmasa, iqtisodiyot o'sishi juda ham qiyin. Agar video manfaatli bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, izohlarda o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldiringlar va bu video kimga kerakli bo'ladigan bo'lsa, u insonga ulashib qo'ying va obuna bo'lish esingizlardan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha